Assalomu alaykum. Men Uralov Ilhom, 4-kurs logopediya bosqichi talabasiman. Menga berilgan mavzu bu peshona mushaklari massaji ekan. Peshona mushaklari massaj deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni peshona muskullari yuz ifodasidagi yuz muskullarini massajini tushunamiz. Bu narsa bizga qanday yordam beradi? Ya'ni peshona muskullari massaji bizning mushaklarimizni bo'shashtirish, ularning elastikligini oshirish, stress va charchoqni kamaytirish kabi larga yordam beradi. Ajinlarni oldini olish, mavjudlarni yumshatish kabilarni yordam beradi. Ko'z chanoqlarini, charchoqlarini kamaytirish, peshona muskullari massaji birgalikda yuz muskullari massaji bilan birgalikda olib borilgani uchun bu kosmetik massaj ham deb ataladi o'zi aslida. Peshona muskullari massajining turlari yoki bu massajning foydalari haqida gaplashadigan bo'lsak, masalan, klassik massaj. Bu massaj turi eng oddiy va ko'p tarqalgan bo'lib, yengil harakatlar yordamida muskullarni bo'shashtirishga qaratilgan massaj hisoblanadi. Foydalari: qon aylanishini yaxshilaydi, teri osti to'qimalarini oziqlanishini oshiradi, stress va asabiy taranglikni kamaytiradi, ajinlarni oldini olishga yordam beradi. Albatta, bu peshona massajini bajarish texnikasi shundan iborat: kaftlar va barmoqlar uchlari bilan yumshoq dumaloq harakatlar qilinadi. Ya'ni mana bu tarzda yoki mana bu ikkita qoshning o'rtasidan boshlab mana shunaqa texnikalar orqali yoki turli xil jihozlar orqali, asbob uskunalar yoki zondlar orqali peshona massaji qilinadi. Ichkaridan tashqariga, pastdan tepaga qarab, ya'ni yuz massaji bilan birgalikda olib boriladi. Harakatlar silliq va o'rtacha bosilishi kerak slash orqali amalga oshirilishi kerak. Juda ham qattiq bosib yuborishi kerak emas. Bu massajlar aynan qaysi kasalliklarga, ya'ni qaysi kasallik bo'lgan paytida qilinmaydi. Ya'ni bu gaymarit, uch shoxli nervning yallig'lanishi kabi shamollashli kasalliklarda qilinmaydi bu peshona yuz massajlari. Bu peshona massajning yana bitta turi bor ekan, nuqtaviy massaj deyilgan ekan. Bu massaj migrenga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Migren kasalligi bu aynan bosh og'rig'i, ya'ni boshning surunkali ko'p og'rish kasalligi hisoblanadi. Mana shu kasallikka ham qarshi usulda peshona massaji qilinar ekan. Asabiylashishni kamaytiradi. Albatta, biz juda ham tabiiy atrofda juda ham ko'p asabiylashamiz, juda ham ko'p siqilamiz, chunki bu tabiat, hayot. Insonlar har doim ham bir xil ravishda ketmaydi, bir xil ravishda doimiy kulib yurmaydi. O'shaning uchun ham asabiylashishni sal kamaytiradi. Ko'z osti shishlarini kamaytiradi. Ya'ni inson ko'p asabiylashganda, ko'p uxlab yuborganda, yuragi og'riganda, yurakda og'riq bo'lganda ko'zlari shishib ketadi. Bularni ham kamaytirish uchun qo'llaniladi ekan. Bosh miya qon aylanishini ham yaxshilaydi. Albatta, bosh miyada qon aylanishi yaxshi bo'lsa, migren, ya'ni boyagi migren deb aytgan boshdagi kasalliklarni ham oldini olishga yordam beradi. Bajarish texnikasi: ko'rsatkichga o'rta barmoq bilan bosim berish kerak. Sekin-astalik bilan biz massajni olib borishimiz kerak bo'ladi albatta. 3-5 soniya davomida, 1 daqiqa davomida bemalol bizni massaj qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mana bu yoqqa qarab massaj, tepaga qarab massaj hamda yuzni yuqoriga qarab massaj va monaqasiga massajlarni amalga oshirsak, albatta biz muvaffaqiyat qozongan bo'lamiz. Limfa drenaj massaji kabi massajimiz ham bor ekan. Bu massaj limfa tizimi faoliyatini yaxshilashga, yuz shishlarini kamaytirishga, terini elastikligini oshirishga juda ham katta foyda berar ekan. Bajarish texnikasi ham yengil bosish va maxsus yog'lardan foydalanish tavsiya etiladi. Peshona massaji haqida umumiy va qisqa ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Ma'lumotlarimiz sizlarga qo'l kelgan bo'lsa, umiddaman, xursandman. Demak, keyingi ma'lumotlarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Ozoda G'ani va Ozoda ustozimizning talabasi Ilhom Uralov bo'ldi. Hammaga rahmat, joy darajasiga tushuntirish bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.